aka, yengem kepti. Degine. 20 tal ber. Ha. Manga qasdan uturib berdingmi yoki ha? Yurak so'z tanlamsa yoki tavakkülchilikmi? Yurak so'zi. Voy, sana qandoq cho'ng tavakkülchilik qilg'izishni o'ylashib bo'lgandim. Sen yurak so'zini tanlayapsan-ku. Muhabbatlashgan barliq qizlar ichida kimni eng yaxshi ko'rsan? Oldingisini. Biletdim. Voy. Gulnaz acamni eng yaxshi ko'rdig'ingni biletdim. Darvaqa uni yana unutyapsan. Jasur aka, Gulnoz acham bilan bir obdan yurayotgandingiz, nemishqa tuyuqsiz boshqalar bilan to'y qilmoqchi bo'lib qoldingiz? Ko'nglimdagi qizga erishamisam, boshqasi bilan to'y qilib, aplab-saplab o'tib tursam bo'lmamka? Jasur, sizdan bir savol so'ray. Nim savol? Ikki yil burun nemishqa Jasur, men siz amroq bo'lib oldim. Voy, Dildor, bu yerda tursiz-ku. Gulnaz acha, oxiri keldingiz ha? Jasur akam sizni pek uzun saqladi.